qachon oxirgi marta ertaga kranni ochsam suv oqadi degan gapni mutlaq ishonch bilan ayta oldingiz? 2050-yil bu uzoq kelajak emas. Agar hozir hammasi shu tarzda davom etsa, siz yoki farzandlaringiz bir qultum suv uchun soatlab navbatda turishi mumkin. Bu shunchaki drama emas, bu bizning ostonamizda turgan haqiqat. Bugun biz O'zbekistonni kutayotgan suv inqirozi haqida gaplashamiz. Bu kattaroq fojiaga aylanadimi yoki biz hali ham xalos bo'lish yo'lini topa olamizmi? Keling, raqamlar va dunyo olimlari nima deyotganini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zbekiston asosan cho'l va quruq iqlim sharoitida joylashgan mamlakat. So'nggi 50 yil ichida biz insoniyat tarixidagi eng katta ekologik falokatlardan birini Orol dengizining qurishini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. NASA va xalqaro kosmik agentliklarning kuzatuvlari shuni ko'rsatadiki, dengizning o'rnida hozir Orolqumi cho'li paydo bo'lgan. Bu shunchaki suvning yo'qolishi emas, bu yerlarning sho'rlanishi, dahshatli chang bo'ronlari va millionlab odamlarning sog'lig'idagi muammolar demakdir. Orol fojiasi bu tabiatning bizga bergan birinchi ogohlantirishi edi, ammo asosiy zarba hali oldinda. Keling, raqamlarga yuzlanamiz, chunki ular yolg'on gapirmaydi. Jahon va mintaqa ekspertlarining hisob-kitoblariga ko'ra ehtiyoj ortmoqda. 2005 va 2010 yillarda mamlakatimizning yillik suvga bo'lgan talabi taxminan 59 milliard metr kubni tashkil etgan bo'lsa, 2050-yilga kelib bu ko'rsatkich 62 yoki 63 milliard metr kubga chiqadi. Zaxiralar kamaymoqda. Xuddi shu vaqtdalik mavjud suv zaxiralari 57 milliard metr kubdan 52 yoki 53 milliard metr kubgacha kamayishi bashorat qilinmoqda. Tasavvur qiling, oradagi bo'shliq qanchalik ulkan. Natijada umumiy suv tanqisligi 2030-yilga kelib 7 milliard metr kubni, 2050-yilga kelib esa 15 milliard metr kubni tashkil etishi mumkin. Bu millionlab odamlar, dehqonlar va butun bir sanoat uchun halokatli xato deganidir. Nima uchun bunday bo'lmoqda? Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruh IPCC va boshqa nufuzli manbalar Markaziy Osiyoda yog'ingarchilik kamayishi va bug'lanishning keskin ortishini qayd etishmoqda. Klimatologlarning ta'kidlashicha, global isish natijasida tolali muzliklar erishi dastlabki bosqichda daryolarda suvni ko'paytirishi mumkin, ammo bu aldovchi holat. Muzliklar ma'lum bir nuqtaga kelib kamaygach, daryolar oqimi keskin pasayadi. Mintaqamizdagi muzliklar hajmi sezilarli darajada qisqarishi kelajakdagi suv ta'minotini to'g'ridan-to'g'ri xavf ostiga qo'yadi. Bu raqamlar kundalik hayotimizga qanday ta'sir qiladi? Qishloq xo'jaligi hozirgi suvning qariyb 90% sug'orishga ketadi. Suv kamaysa, hosil pasayadi. Bu esa bozorlarda narx-navo oshishi va oziq-ovqat xavfsizligi muammosini keltirib chiqaradi. Orol dengizi qurishi natijasida paydo bo'lgan kimyoviy zarralar nafas yo'llari kasalliklarini ko'paytirmoqda. Suv kamayishi bu ekologik zanjirni yanada yomonlashtiradi. Jahon banki tahlillariga ko'ra, agar biz hozirdan moslashuv choralarini ko'rmasak, 2050-yilga kelib mamlakat iqtisodiyoti milliardlab dollar zarar ko'radi. U hozircha xayoliy misol bo'lib tuyulishi mumkin, lekin raqamlar shuni ko'rsatadiki, agar suvni boshqarish tizimi o'zgarmasa, suvning narxi va unga bo'lgan imkoniyat jiddiy ijtimoiy portlashlarga sabab bo'lishi mumkin. Suv moviy oltiniga aylanadi. Ekin tushkunlikka tushishga hali erta. Bizda hali imkoniyat bor. Birinchidan, tejamkor sug'orish texnologiyalari, tomchilatib sug'orish va aqliy monitoring tizimlari suv sarfini 50% gacha kamaytirishi mumkin. Ikkinchidan, suvni qayta ishlash va zaxiralash, yer osti rezervuarlari va zamonaviy dambalar qurishimiz shart. Uchinchidan, diplomatiya, daryolarimiz chegaralararo bo'lgani uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlik hayot-mamot masalasidir. To'rtinchidan, qishloq xo'jaligini o'zgartirish, kam suv talab qiladigan ekinlarga o'tish vaqti keldi. Suv tugaydi degan jumla vahimali eshitilishi mumkin, ammo haqiqat shuki, O'zbekiston 2050-yilda hozirgidan ancha murakkab vaziyatga duch keladi. Bizning oldimizda ikkita yo'l borib taslim bo'lish yoki bugundanoq moslashishni boshlash. Agar davlat
xalqaro tashkilotlar va eng muhimi har birimiz uni tejashni boshlasak, biz bu qora ssenariyni o'zgartira olamiz. Xo'sh, sizningcha suv muammosini hal qilish uchun birinchi navbatda nima qilish kerak? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Agar siz ushbu mavzuda olimlar bilan intervyu yoki chuqurroq tahlillarni ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu masala har birimizga tegishli.